раундgacha. Referi первого поединка. Судья международной категории Shukrullo Qodirov, Andijon, O'zbekiston. Shukrullo Qodirov, Andijondan referi xalqaro toifadagi hakam. Первый поединок. Весовая категория 75 кг, 75 кг вазн toifasi. Birinchi bo'lib ringga в красный угол приглашается файтер, представляющий Кыргызстан, Abbos Qodirov. Abbos Qodirov. Приглашается его соперник, файтер, представляющий Казахстан, Икрам Бабаев. Va uning raqibi Qozog'iston vakili Ikrom Babayev. Катпро. 75 кг вазн toifasi. Первый поединок. K1. Официальное представление бойцов. Первый красный угол, Кызыл бурчакта. Бойцов 18 лет. Его рост метров 80 сантиметров, вес 75 кг ровно. Он кандидат мастера спорта, чемпион Кыргызстана, призер Кубка мира, представляет бойцовский клуб Абророш, Кыргызстан, Abbos Qodirov. Бойцов 18 лет. Рост 170 сантиметров, вес 75 кг ровно. Он мастер спорта по кикбоксингу, представляющий Тамерлан, Астана қаласы, Казахстан, Горилла Икрам Бабаев. Boy borasida yaxshigina farq bor. Demak, Islom Boboyev, Ikrom kechasi Boboyev imkon qadar masofani qisqartirishga harakat qiladi. Qodirov hozir raqibini masofada ushlashga harakat qilyapti. Xavfli, high kick. Front kick. Middle kick, chap qo'l bilan ilib olishga harakat qilmoqda. High kick o'tdimi o'tmadim bilmadim, lekin o'ng qo'lda javob hujumi o'tdi Qodirov ijrosida. Mana endi yaxshi kombinatsiya Babayevdan va boshga. Tizzada zarba yo'llashga erishmoqda. Middle kick jigarga. Babayev asta sekinlik bilan zarbalarni mo'ljaliga yetkazyapti. Hozir chap qo'l yon taraflama zarba ham nishonga bordi.
Yana bir middle kick. Yana bir middle kick. Ha, vaziyat yaxshi emas Qodirov uchun. Masofada boshda ushlab turgan edi. Va hozir asta-sekinlik bilan raqibini yaqinlashtirib yuboryapti. Yana qoringa zarba. Qavatlarni o'zgartiryapti Babayev. Bu esa muvaffaqiyat keltirmoqda. Chap qo'l yon taraflama zarba, ikkilik zarbasi ortidan yana kombinatsiya. Rinchada bu yerda ko'proq imkoniyat beriladi. Low kick. Qodirov diqqat bilan jarayonni kuzatyapti. Diqqat bilan. Ikkita middle kick va ikkilik zarbasi o'tyapti. Ikkilik zarbasi low kick yakunda. Hammasini ko'rishni boshladi Babayev raqib tezligi pasayganidan so'ng. Qo'llar ustidan zarba, klinch ortidan. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba. Arenaning chirog'ini to'g'ilayotgan jarayonni ham ko'rdik, do'stlar. Birinchi raund yakuniga yetdi, do'stlar. Total ustunlik. Abror Hakimov hozir menimcha so'raydi shogirdidan. Davron Qodirov. Rasmiy insonlar. Ikkinchi raund. Bir taraflama bo'lib qolyapti jang. Ishlash mumkin emas. Ogohlantirish berildi. Oyoqdan ishlash mumkin emas. Oyoqni ishlash mumkin emas. Low kick. Yana bir low kick. Chap qo'lda ham zarba o'tkazib yuboryapti. Jang davom ettirish mumkin. Yana bir low kick, ha. Bu zarbalar ochko sifatida inobatga olinmasa ham, lekin og'riqli bo'ladi. Ochig'i. Chunki Babayev juda kuchli zarbalar yo'llayapti. Qo'l cross. Tizza zarbasi. Biroz nafasni rostlab oladi Babayev. Keyingi shturmni amalga oshirishdan avvalroq tinmasdan mana shu kickni amalga oshiryapti, tinmasdan. O'ng qo'l cross juda kuchli zarba o'tyapti, juda ham kuchli. Yana bir zarba, yana bir kuchli zarba. Qo'llashga erishmoqda.
backfist. Backfist zarbasini yo'llash mumkin. Kabar yo'nalishida ochig'i Babayev qachon shunday kuchli zarbasini yo'llar ekan, shuni kutyapmiz, chunki qarib shunga olib boryapti. Jismonan yaxshi tayyor ekan Qodirov. Abbos hozir asta-sekin jonlanyapti Abbos Qodirov. Hamlasini ko'rsatyapti. Chunki Babayevda biroz tezlik pasaydi, sezildi. Hali hanuz xavfli, hali hanuz mana shunday zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda, ammo tezlik biroz pasaydi. Temp pasaydi do'stlar. Va bundan unumli foydalanishi mumkin. 3-raundda Abbos Qodirov 3 daqiqa. Qo'lqoplar kichikroq hajm nuqtai nazardan ham. Ochkolar bo'yicha imkoni yo'q hozir Ikrom Babayevni yutib olish. Faqatgina muddatdan avval mag'lubiyatga uchratish kerak. Hakimov hozir tushuntiryapti o'z shogirdiga. Qolmadi. Hech narsa qolmadi. Mag'lubiyatga uchratsa bo'ladi deydi. Ko'ramiz qanchalik buni uddalay olar ekan. Ikkinchi raund. Uchinchi raund. Albatta Qirg'izistonlik muxlislar ham shunga yarasha jonlanishdi. Chunki ko'rdi, Qozog'iston vakili tempni yo'qotdi. Ana endi tavakkal qilsa bo'ladigan palla keldi. Jismoniy jihatdan yaxshi tayyor ekan Abbos Qodirov. Faqat endi bosim ushlash qoldi xolos. Bu professional bitta zarba. O'zi juda ko'p zarba o'tkazib yubordi, ammo turibdi. Sezilyapti zarba o'tganligi, ammo jismonan kuch yo'qotmayapti. Shunisi qiziq. Babayev esa tempi qolmadi. Qarang, mana bunday jeblarni o'tkazmayotgan edi bundan avvalgi raundlarda. Klinchga kirmayotgan edi, yaqinlashmayotgan edi bu tariqa. Va Abror Hakimov ham hozir faollashni so'rayapti. Chap qo'l yon taraflama yana borish kerakligini aytib o'tmoqda. Yana chap qo'l zarba middle kickga javoban. Middle kick, o'ng qo'l cross javob qaytaryapti Babayev hali yarim raund oldinda. Va bitta kuchli zarbagacha menimcha jarayon davom etadi. Qanday backfist ha? Joyda turib qolgan raqibni jazoladi. Lekin qarang, shunda ham o'zini yo'qotmayapti. Shunda ham davom ettiryapti. Hayron Babayev, shuncha zarbam qayerga ketdi deya mo'ljalga bordi-ku. Raqib nimaga qalqimayapti va davom ettiryapti. Tavakkal qilyapti hozir Qodirov. Kuchli zarba berishga harakat qilyapti, o'zi o'tkazib yubormoqda. O'zi qabul qilib olmoqda mana shu zarbani. Kombinatsiyaga e'tibor qarating. 1-2 backfist ortidan zaxiradan ikkinchi nafas ochildi menimcha. Babayevda qolaversa Qodirovda ham kuchi chegarasiz emas. Jismoniy holatda charchaydi u ham bor. Voh, qanday kuchli zarba, chap qo'lda cross.
jang yakuniga yetmoqda. Endi hammasi tushunarli. Bu bahsda bu qarama-qarshilikda. Hammasi tushunarli. O'zbekiston Respublikasi Olimpiya qo'mitasi faxriylar raisi Bahodir Maqsidov, добро пожаловать. Bahodir Maqsidov chaqirilyapti taqdirlash uchun. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi faxriy sportchilar kengashi raisi. Ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением судей одержал Астана, Казахстан, Икрам Бабаев! Ikrom Boboyev